Shiriz, qursin. Uy! Og'ridi. Qo'rqitib yubordingiz-ku? Nima qilyapsan? Ha, turibman. Mana qara, kechga ketayotganda bir o'zing ketasan? Kechga ketayotganda bitta gapim bor. Qanaqa gap? Kechga ketayotganda aytaman dedim-ku. Og'ritding. Xo'p. 그리워질 때면 난 너가 돼 있었고 잡지 않았어 널 다시 올 줄 알고 Voy, qarang. Shunaqa yigiting bo'lsa bormi? Katta qora mashinasida hamma joyga olib borsa, hamma narsalar olib bersa. To'g'rimi? 밀어내도 남아있어 어느새 꿈속에 와있어 생각해도 모르겠어 너 없이 사는 법 Xurshid aka. Ha? Katta qora mashinada sayr qalay bo'ldi? Ustimdan ko'rmang. Nima qilibdi? Orzuga ayb yo'q. Ha, bo'pti. Qatga bordinglar? Ey! Hazillashdim, jahling chiqmasin. U odamlarni qo'ysang-chi. Bunaqa odamlar sen bilan menga o'xshaganlarga qaramaydi. Undan ko'ra atrofingdagilarga, bundoq qara, atrofingga qara. Atrofimda latta bilan taxtadan boshqa hech narsa yo'q-ku. Dotida erkakka qarab. Charchadim bugun. Umuman yoqmayapti hazilingiz ham. Bo'pti. Bo'pti, mayli. Ha, aytgancha, boya bitta gap aytaman dedingiz-a, nima? Ha, qo'yaver, muhim emas. Ayting. Anaqa shanba kuni o'rnimga navbatchilik qilib tura olsammi demoqchi edim. Ha, o'mi? Ha, bo'pti, xo'p. Bo'pti. Rahmat. O'le latta da bu. Bir yildan beri bitta sovg'a bera olmaysan, Xurshid. Shuni bersang nima qiladi? Mayli. Bir gap bo'lar. Bir yildan beri? Ziyod, to'xta, o'ldiraman. Ber, Ziyod, ber. Erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Ma, o'ziga ini. Nima qildiysan? Bir yildan beri bitta qizga sevgingni izhor qila olmayapsan. Latta. Senga aytish osonmi? Ha? Sen birinchi qizni bundoq qo'ynini ol. Qo'ynini olishga harakat qil. Qanaqa qilib? Ha. Hozirgi qizlarga romantik bolalar yoqadi. Nima qilyapsiz bitta? Kurtkangiz qani? Kiyimapanda. Bering buni. Bering. Yuring muzlab qo'yganingizni qarang, formangizni alishtiring. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bayram bormi? Ha, aka, aytdim-ku, Zarnigorga anaqa qilaman deb. Yig'ishtir sevgi muhabbatingni, formangni kiy, ish bo'lyapti. Aka, iltimos aka, aytdim-ku sizga aka. Kalam sho'rvangni ko'chada qilasan. Formangni almashtir tez ishga. Tushundingmi? Zarnigor. Qaravor. Yo'q aka. Sen yaxshi ko'rgan burgerni olib keldim. Voy, rahmat. Qornim ochadi o'zi. Bemalol yeb olaver, o'zim qarab turaman. Suv olib kelaymiz? Bo'ldi, hozir olib kel. Ben... Bu. Hammasi joyidami? Normalmi hammasi?
Rahmat. Точно? Ha bu Uzukni yeb qo'ydi. Yeb qo'ydi. Sen jinnimisan, nimaga kulasan? Yeb qo'ydi deyapman senga. 200 mingga bozorda yangi uzuk olsa bo'ladi. Ey, men uzukka achinmayapman. Bu uzukni yeb qo'ydi. Mazasi qochib qolsa nima qilaman men? O'lmaydi, buncha siqildik. Boshqa narsa o'ylab topamiz, siqilma. Boshqa narsa o'ylab ko'ramiz, siqilma. Qizlarga seryozni bolalar yoqadi. Zarnigor, men senga 1 yildan beri 1 yildan beri işte. Bu bashara bilan bor-ku, ey. Ya, bo'lmasa ekan. Hal qilamiz. Kimga telefon qilaman? Ketdik. Sevgim meni ostonangda qolib ketdi. Sevgim meni devonangman yor ishqingda devonangman ado qildi yurak bag'ri. Alo. Muhim ish, muhim. Bo'l. Qol. Nima deysan, Ziyod? Ko'ynagim salomatmi? Sen sassiq ko'yliging nima qilaman men? Mol. Mol? Molsan-da. O'sha paytda ham telefon qiladimi odam, ha? Kerak edi. Nima deysan? Ko'yliging boshingda qolsin. O'zing o'rgatgan narsangni o'zing buzib o'tiribsan. Endi nima qilamiz? Shuni o'yla. Hindlarda bitta gap bor. Xilla huwa, xilla konnichiwa. Sen miyang bilan urushib qolmadingmi sen? Yo'q. Nima degani u? U degani A bilan o'xshamadimi? B bilanga o'tamiz degani. A bilan ham xabaring bo'lsa, B bilan ham o'xshamadi. Xabaring bo'lsa. Ha, unda C ga o'tamiz degani. Xo'p, C bilan bormi? Qizni sevishini bilmoqchi bo'lsang, rashkini keltirib qo'yish kerak. Keling, menga bera qoling. Marhamat. Xush kelibsiz. Xo'sh, chiroyli qizlar nima yerkan? Chiroyli qizlar o'ziga o'xshagan chiroyli narsalarni yeydi. Yo'q. Chiroyli narsalar lekin qimmat bo'ladi. Farqi bor. Atrizni hidi shirin ekan. Bilib shiziqsiz bo'lmaydi u. Uzr. Bo'lmasa ko'ringchi menyuingizni. Hozir. Ish vaqtida xiringlashguncha shiziqsiz bo'lmaydimi? Yana keldi, qarang. Shunaqa ham kelishgan odam bo'ladimi-ya? Qo'ysang-chi, o'tgan safar aytdim o'zingga. Bunaqa odamlar senga qaramaydi. Nimaga? Xabaringiz bo'lsa, mana shu siz turgan joy mana shu odamniki bo'ladi. Nima qilibdi? Meni boshqa qizlardan kam joyim bormi? Ha? Nima? Bo'ying kalta. Hazillashdim. Qarab turing, men shu odamni urayman. Qaysi zamonda qiz bola o'g'il bolani o'rabdi? 21-asrda qizlar bolalarni o'rayapti. Undan ko'ra sen atrofingdagilarga qara. Oshpaz Abdurahmon akaga qaragan. Qorni katta bo'lsa ham ko'ngli nozik. Men shu yigitni o'rayman. Qanaqa bo'raysan? Siz yordam berasiz? Men? Ha? Nima har doim yordam so'rab yurmanmi sizdan? Qanaqa yordam beraman? Aytaman, klient keldi. Ha, nima deysan? Endi siz menga maslahat berasiz. Maslahat? Qanaqa maslahat? Hozirgi bolalarga qanaqa qizlar yoqadi? Ha. Hozirgi bolalarga negr qizlar yoqadi.
qop-qora bo'lsa. Hazillashmang. Hazillashdim. Ha, qara. Hozirgi bolalargacha qo'pol qizlar yoqadi-da. Takoy ovqat yeganda qilib chapillatib yesa, ani kulganda ham ha qilib og'zidan tupuklari sachrab ketsa, mana shunaqa qizlar yoqadi. Men sizdan seryozni so'rayapman. Men ham seryozni aytyapman. Sen bilasanmi, menmi? Men endi sal bo'rttirib aytdim. Hozirgi bolalarga sal qo'polroq bo'lsa, shunaqa qizlar yoqadi, qo'polroq qizlar yoqadi. Rahmat. Qalaysiz? Mani ismim Zarnigor. Shu yerda ishchiman. Siz ishchingizman, to'g'risi. Hech ko'zi tushganmi mana ish qilayotganimda? Ko'zi tushmagan bo'lishi ham mumkin emas. O'zi ko'zga ko'rimli qiz bo'lsam. Nima gapirmayapsiz? Gapiring, voy jim o'tirmang. Men o'zi shunaqa hamma bilan kelishib ketadigan ochiq ko'ngil qizman-da. Menga qarang, yaxshi qiz. Ismingiz nima dedingiz? Zarnigor. Zarnigor. Men bu yerda kimman? Boshlig'imisiz-ku? Men nima qilyapman? Ishlayapsiz? Siz bu yerda kimsiz? Ha, ishchingizmi? Siz nima qilyapsiz? Basharingiz qursin sizni. Ha, nima qildim men senga? Nima menga g'alati maslahatlar bergansiz? Hech narsa qilmaydi. Ishdan haydab yuboradi endi meni. Haydamaydi, xavotir olma. Boshqa tuzukroq narsa aytish kerak edi. Ha, bir narsa o'ylab topamiz. Oh. Zo'r narsa keldi. Sharmanda bo'ldim, boshim yondi. Hech narsa qilmaydi. Ishdan haydab yuboradi endi meni. Haydamaydi, xavotir olma. Boshqa tuzukroq narsa aytish kerak edi. Ha, bir narsa o'ylab toparmiz, qo'yaver. O'ylab topish kerak. Oh. Zo'r narsa keldi. Qanaqa? Ertaga aytaman. Hey, ayt. Ertaga. Dilni izhor qilsam yondiradi alam. Sog'indim yana sog'inmasang ham azob yutaman, ishqin tutaman, yo'ling kutaman. Sog'inmasang ham telbaday menda aytib, sevishim aytib, kelaman yanada qaytib, yig'laydi bu yurak, seni ko'rishim kerak. Hey, menga qara. Ertaga nima plan bor? Ayt. Ertaga bilasiz? Ha, yashiravermasdan ayt. Ertaga bilasiz. Ertaga bilasiz. Ha, bo'l tez bo'pti. Men ham urishim kerak. Hop. Chaqirgin bo'lganingdan keyin. Hop. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 Qalaysiz? Ha, to'y bormidi? Yo'q. Nima qop-qora kiyim olding unda? Qora kiyinadilar-yu. Kim? Boshliq. Ha. Kiymadilarmi? Yo'q, hali yo'q, kelmadi. Qalay o'zi? Yarashibdimi? Zo'r o'tiribdi. Yotyapti. Ko'rpa tashay qilib. Bor kiyimingni almashtir. Ish qilish kerak. Mani bugun ish kunim emas-u. Men klient sifatida kelganman. Ha, bugun dam kuningizmi sizni? Ha, bo'lmasa marhamat. 절대로 놓지 않을게 네가 너 예쁘게만 피면 돼 널 위해서 가시가 될게 네가 빌어먹을 왜 몰랐을까 그때 너 잡았다면 달랐을까 난 어차피 넌데 널 떠나봤자 결국 어차피 넌데 생각해도 모르겠어 너 없이 사는 법 Qalaysan? Yaxshi. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Nima kayfiyating yo'q? E'tibor bermang, yaxshiman. Men senga aytuvdim-ku, qo'ygin.
Senga bitta gapim bor edi. Hozir formamni alishtirib chiqay deb tashamiz xo'p. Xo'p, kutib turaman. 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 Zarnigor, qara, senga bitta gapim bor edi-da. Dilni izhor qilsam yondiradi alam. Sog'indim yana. Muhim gapim bor edi-da senda. Zarnigor chaqirishyapti. Yo'ling kutama. Ramni yig'ishtirib turing. Sog'inmasang ham telbaday menda aytib, sevishim aytib, kelaman yanada qaytib, yig'laydi bu yurak, seni ko'rishim kerak. Ey, bergin bir darak. Xazon bo'lib yonib ketdi sevgim meni ostonangda qolib ketdi. Nima demoqchi edingiz? Ha? Ayiqchalar kimdan? Bittasidan. Nima demoqchi edingiz? Hey. Qo'yaver, muhim emas. Bo'pti, ishingni qilaver. Tappa-tap katta stich kelib o'tiribdi-da. Kim jo'natibdi uni? Men qayerdan bilaman endi. Vay. Ha? Shu narsani biz berishimiz kerak edi. Shuncha do'konda o'yinchoq bor. Unga pul qayerda? Daski olishga pulim yo'q-ku. Qiz bolaga e'tibor berish kerak-da. Bundoq sovg'alar olib berish kerak. iPhone olib ber. Bir yildan bir oyoq kiyim, mana shu oyoq kiyim kiyib yuraman. Latdamisan, shunda bor-da. Kech payt kakras ishdan keyin uyingga birga ketasan. Shundan men sizni sevaman deb ayt o'ziga. Rostdan nima? To'g'rimi? Ha? Bo'l, tamom. Yo yoli yo biyoli bo'ladi. Bo'ldi. Davay. Men vaflingdan bitta ber. Qo'ling. Ha, pulini bermaysan bilaman. Ber bitta nima? Otami magazinimi bu? Yur ketdik. Oldimga tush. O'lib pas. 10 minutda? Qobilaga shashlik nima bo'ldi? Sabr qil. Zarnigor, bugun birga ketamizmi? To'xtab turing, hozir ishim ko'p. Ha, chiqdingmi? Voy Xurshid aka, boya ichish esimdan chiqibdi. Mani boshqa planlarim bor edi. Boshqa safar ketamiz, xo'pmi? Yuragimni cho'ktiradi g'am yomg'irlari. Bo'ldim netda yo'lingni asrlari. Dor bo'ldi shu eshiging, zanjirlari ostoningda qolib ketdi. Sevgim mani xazon bo'lib yonib ketdi. Sevgim mani sen emasan deb haydading tengim mani. Darvozang ham yopildi-ku men uchun yor ostoningda qolib ketdi. Sevgim mani Xurshid aka, kecha dahshat bo'ldi-da, nima bo'ldi aytib beraymi sizga? Yo'q, shart emas. Zarnigor. Ha? Nima kayfiyatingiz yo'q? O'zim yaxshi. O'zidan o'zi odam kayfiyati bo'lmasligi mumkinmi? Nima bo'ldi ayting? Hech narsa bo'lgani yo'q. Ha, shu edi. 우리 멀어지는 너에게 전하지 못해 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 넌 타면 없어질 꿈 녹아내려버릴 눈 네가 그리워질 때면 난 너가 돼 있었고 잡지 않았어 널 다시 올 줄 알고 그리워하다 보면 언젠가는 다시 볼 줄 알고 열병 같은 감정이 시작 끝에 서 있어 비상등처럼 어둠 속 혼자 후두커니 Xurshid aka, 아무리 생각해도 Zarnigor. keling, men bu xonani yig'ishtirib yuboring. Ozgina ishlarim bor edi, Zarnigor. Band edim. 생각해도 모르겠어 너 없이 사는 법 Xurshid aka, Ha, Sevinch. mabodo bo'shmasmisiz? Ishim yo'q. Agar bo'sh bo'lsangiz, menga qarash bera olasizmi? Bilmayman. Bo'ldi, yordam beraman. Ha. Rahmat. Keling, nima qilish kerak? Buni qanaqa joylashtirardi? Qarang, vilka bu tomonda, qoshiq esa bu tomonda turadi. 한 번 더 날 사랑해 내 깊은 마음속
ko'zini izhor qilsam yondiradi alam. Sog'indim yana sog'inmasang ham azob yutaman, ishqin tutaman, yo'ling kutaman. Sog'inmasang ham telbaday menda aytib sevishim aytib. Sizmi? Ketdik. Ha, anaqa Zarnigor bugun ishim bor edi, ozgina boshqa safar birga ketarmiz, ha, mayli? Bo'pti, yaxshi yetib ol. Xazon bo'lib yonib ketdi. Sevgim meni ostonangda qolib ketdi. Sevgim meni Kecha qalay ketdinglar? Ha, kechami? Zo'r. Aytgandek, yordaming kerak. Qanaqa yordam? Ash qizni o'ramoqchiman. Sizmi? Nima sizmi? Nima qilibdi menga? Shunimi? Nima qilibdi? Qara, chiroyli qiz bo'lsa. Bo'lmaydim. Men senga yordam berdim-ku, sen ham menga yordam bersang nima qilibdi? Sizni yordamlaringiz, maslahatlaringiz menga ish bergani yo'q-ku? Men qayerdan bilay endi boshliqda qizi borligini? Ha, Xo'p, endi gapir. nimani? Nimani bo'lardi? Qizlarga qanaqa bolalar yoqadi? Shu haqida gapir. Ha. Qizlargami? Ha, shu qizlarga ham shartta dangil gapiradigan cho'rtkesar bolalar yoqadi. Qanaqa bo'ladi u? Hozir men nima qilay shunda hozir? Shartta borib quchoqlab oling. Jinnimisiz, ha? Ha? Mayli. Bo'pti. Xurshid, Labay aka. qaror. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haligi yangi kelgan qiz sen chaqirganmiding? Ha, men chaqirdim aka. Qisqasi, men uni javobini berib oldim. Ertadan ishga kelmasin. Menga unaqa ishga jiddiy qaramaydigan olqiftalik kerak emas. Tushunding-a? Xo'p bo'ladi. Ishlayver. Senga ruxsat. Menga qara, sen menga nima maslahat berding, ha? Borib quchoqlamoqchi edim, shaqillatib soqqosa bo'ladimi? Endi ishga ham kelmasa kerak. Buni to'g'rilash kerak. Telefon o'ynavermasdan menga maslahat bersang-chi, nima qilamiz? Battar bo'ling. Zo'r bo'pti. Ko'nglimdagidek ish bo'pti. O sizga bu ham kam. Bitta ish ham eplay olmaysiz. Nima, sevishingizni etish shunchalik qiyinmi? Boring, shatta eting. Yo'q, siz обязательно nimadirlar, maslahatlar, o'yinlar qilishingiz kerak. Borib etish shunchalik qiyinmi? Sen nima menga jahl qilyapsan? Jahlim chiqadi. Siz o'zingizga shu qizni ravo ko'ryapsizmi? Nimasi yo'qdi sizga u qizni? Nima qildi? Tuppa-tuzga qiz bo'lsa, chiroyli qiz bo'lsa, sen nima menga jahl qilyapsan o'zi? Jahl qilaman. Men jahl qilasan? Chunki men sizni yaxshi ko'raman. Sen nima menga jahl qilyapsan o'zi? Jahl qilaman. Nimaga jahl qilasan? Chunki men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Nima shu paytgacha yetmagansiz? Aytish osonmi senga? Menga yetish qiyin, lekin Sevinchga yetish oson. To'g'rimi? Boring endi Sevinchga, sevgi sog'. 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명인 걸까 넌 falling you 운명처럼 너를 falling 또 나를 부르네 calling 헤어나올 수 없어 제발 homie 내 인연의 끈이 넌지 기다린 네가 맞는지 가슴이 먼저 왜 내려앉는지 내 마음속 깊은 곳에 네가 사는지 내 안에 숨겨왔던 진실
Ho, yarim kechasi xatdan kelyaptilar. Qoch. To'xtang. Problema kerakmi? Ho, sazat qilib berasiz. Ol unda. Dilni izhor qilsam yondiradi alam. Sog'indim yana Yur. sog'inmasang ham azob yutaman, ishqim tutaman. Shunaqa yashirincha kuzatib kelishi shartmi? Sog'inmasang ham telbaday menda aytib, sevishim aytib kelaman yana uyga. Men har doim ochiqchasiga ish qilmaysiz, ochiqchasiga gapirmaysiz. Ko'rishim kerak. Bergin bir darak. Men sevishingizni ancha avval bilganman. Xazon bo'lib yonib ketdi. Sevgim meni ostonangda qolib ketdi. Sevgim meni devonangman yor ishqingda, yor ishqing. Yana qancha kuttirmoqchi edingiz? Sen o'zing-ku boshliqda o'ramoqchiman deb mendan maslahat so'rab yurding. Kimlardandir ayiqchalar olding. Yana kim bilandir mashinasiga o'tirib ketding. Men nima qilishim kerak edi? Nima deb o'ylashim kerak edi? Yana qancha kuttirmoqchi edingiz? Sen o'zing-ku boshliqda o'ramoqchiman deb mendan maslahat so'rab yurding. Kimlardandir stitchlar kutib olding. Kim bilandir mashinasiga o'tirib ketding. Men nima qilishim kerak edi? Siz noto'g'ri tushunibsiz bularni. Nimani? Ha, chiqdingmi? Voy Xurshid aka, boya ichish esimdan chiqibdi. Mani boshqa planlarim bor edi. Boshqa safar ketamiz, xo'pmi? 잊지 못할 꿈이었을까 우리 멀어지는 너에게 Yaramas. Ha? Menga resmatmen bo'ldi, bora olmayman deb stichni jo'natib yuborib, kelganingni qara. Surpriz bo'lsin dedim-da. Yaxshi qilsan-da. Ketdikmi? Faqat uyga kirib chiqamiz. Bo'pti, xo'p, mayli. Aytgancha, ana bola senga sevishini aytdimi? Hali ham aytgani yo'q. Bitta sevish aytish shunchalik qiyinmi? Sevaman desanda qo'lingni ushlab zaksga olib ketsin. Tavba. Hayronman o'zim, nima problema bo'lyapti? Qiyin ekan-da, qara. Soat ham ancha o'tib ketdi. Bilas shunaqa. Menga kelmayman deb aldagan edi-da. Dilni izhor qilsam yondiradi alam. Men uni boshqacha tushunmayman. Bo'ldimi, ketamizmi endi? Azob yutaman. Ketdik, yur. Tutaman. Yo'ling kutaman. Sog'inmasang ham telbaday menda aytib, sevishim aytib kelaman yana yanada qaytib. Yig'laydi bu yurak, seni ko'rishim kerak. Bergin bir darak. Xurshid, Xazon bo'lib Hanga hozir. yonib ketdi. Sevgim meni Menga beraqa. Rahmat. Charchamadingmi? Yo'q, Qara, ertaga vaqting qanaqa? ertaga vaqtim bor. Ish kunim emas. Как раз. Ertaga zo'r joyga boraman sen. Qatga? Borganda ko'rasan, hop. devonangman yor ishqingda, yor ishqingda. Devonangman ado qildi yurak bag'rim. Vayronangman, vayronangman. Mana. qarang. Ismingiz Zarnigormidi? Ha, Zarnigor. Zarnigor, kechga vaqtingiz bormi? Ishdan keyinmi? Vaqtim bor. Ketdikmi? Uzr boya.
So'rolmadim, batafsilroq o'zi nima masalada ketyapmiz? Ha. Bir joyga olib boraman sizni aylantirib. Yaqinroqdan tanishib kelamiz. Ha, tushunarli. Lekin uzr, meni yigitim bor. Bu masalada siz bilan bora olmayman. Uf, qayerga ketib qoldilar? Men chet elga ketishimni aytmoqchi edim. Ha, mayli, ertaga yetaman. 스쳐 지나가 버린 운명 앞에서 Salom. Kecha nima birpasga ketib qoldingiz meni kutmasdan? Qaradim orqangizdan. 5 minutda yo'q bo'lib qoldingiz, chaqolmaymisiz? Ha? Bor ishingni qilgin, oldimda xingirlay yurmasdan qiz bolasan, sal o'zing yig'ishtirib ol. Ish vaqtida ishingni qil. Boshqa ishlaringni esa ishdan keyin qilasan. Har doimgidek. Nima bo'lyapti sizga? Ha, xolos kecha boshliq. Qoch, yo'limdan qoching, boy ishingni qilgin. 너가 돼 있었고 잡지 않았어 널 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana u hali ham ishlayaptimi? Zarnigormi? Ha, Zarnigor. Ha, ishlab turibdi. Ertadan ishga kelmasin. Xo'p, Tushunding-a? tushundim. Assalomu alaykum aka. Va alaykum Yaxshimisiz? assalom. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. 3 kundanmi Zarnigor ko'rinmaydimi ishda? Ha, u ishdan ketdi. Chet elga o'qishga kiribdi adashmasam. Bugun 11 da uchib ketadi. Ha, yo'q. Kim aytdi sizga? O'zi aytdi. Yanada qaytib yig'laydi bu yurak. Seni ko'rishim kerak. Ey, bergin bir darak. Xazon bo'lib yonib ketdi sevgim meni ostonangda qolib ketdi sevgim meni devona